Xo'p, birinchi sistema tayanch harakat sistemasi. Tayanch harakat sistemasi. Bizga tayanch beradigan narsa nima ekan? Suyak. Skelet. Harakat beradigan narsa? Muskul. Muskul. Demak, skeletimiz bizda 206 ta suyak bor. Shundan 85 tasida jufti bor. 36 tasi tok. Demak, 85 juft suyak, 36 tasi tok. Jami 206 ta suyak bor. Bu bizga faqat tayanch beradi. Mana men tikka turibman faqat tayanch. Men harakat qilyapman. Bu harakatdan beradigan narsa muskul. To'g'rimi? Shu muskulimiz 3 ta turga bo'linadi. Birinchisi skelet muskullari yoki ikkinchi nomi fundamental muskul. Keyingisi silliq tolali muskullar, keyingisi yurak muskullariga bo'linadi. Skelet muskullar mana odamni tashqi tomonidan qoplab turgan muskullar. Mana odamga qaraganingda qaytida go'sht ko'rinyapti bo'lsa, mana tanasidagi hammasi skelet muskuli yoki fundamental muskul deydi. Ular odam ixtiyoriga bog'liq. Ya'ni men qo'limda mana go'sht ko'rinib turibdi. Mana shu fundamental yoki skelet muskul. Buni odam ixtiyoriga bog'liq. Mana xohlasam qimlatalyapman, xohlaganimcha qimlataman, harakatlanadi. Odam ixtiyoriga bog'liq. Endi silliq tolalilar buni odam ixtiyoriga bog'liq emas. Ular ichki organlarda joylashgan muskullar hisoblanadi. Masalan, qon tomiri devoridagi muskullar bu silliq tolali muskullar. Oshqozondagi muskullar, jigardagi muskullar, ichki organlar, ichaklaridagi muskullar odam ixtiyoriga bog'liq emas. Masalan, ovqatning 4 soatda hazm bo'ladi. Endi men ochiqcha to'xtatib turib, bir 5-6 soatdan keyin hazm qilib, hozircha dam olib deyolmaysan. To'g'rimi? Yoki o'pka nafas olyapti, nafas olmay turib, charchab ketib o'pkaman dam olsin deyolmaysan. Qon tomirida aylanyapti, qanchadir tezlikda. Shu charchab ketish shekilli, shu to'xtatib turibcha tezligini deyolmaysan. To'g'rimi? Chunki odamga bog'liq emas. Ular silliq tolali muskullar deyiladi. Endi yurak muskullari abdemli sabab yurak odam ixtiyoriga bog'liq emasligi bilan silliq tolaliga o'xshaydi. Lekin hujayrasini tuzilishi bilan skelet muskuliga o'xshaydi. Tushunasizmi? Hujayrasi skelet muskuliga o'xshaydi, lekin odam ixtiyoriga bog'liq emas. Unga ham jiddiy o'xshagani uchun abdemli yurak muskullari bog'liq. Tushunarlimi? Shu tayanch harakat sistemasi hisoblanadi. Endi misol tariqasida qo'ldagi muskullarni berilgan. Masalan, qo'limizda mana oldida mana bu suyagimiz, yelka suyagimiz. Shu yelka suyagimizda oldida ikki boshli muskul bor. Ikki boshli muskul mana qisqarsa, qo'limiz bunga ko'tariladi. Endi qo'limizda yelkaning orqasida mana endi uch boshli muskul joylashgan. Shu uch boshli muskulni qisqarsa, qo'limiz yoziladi. Tushundingmi? Oldida ikki boshli, orqasida uch boshli. Ikki boshli qisqarsa qo'l bukiladi, uch boshli qisqarsa qo'l yoziladi. Tushunarli? Shuni misol tariqasida bering. Keyingisi qon aylanish sistemasi. Qon aylanish sistemasi nimadan iborat? Yurakdan iborat. Bundan tashqari qon tomirlaridan iborat. Qon tomirlari bizda aorta, arteriya, vena, kapillyar qon tomirlaridan iborat. Eng katta qon tomirimiz aorta hisoblanadi. Bundan keyin arteriya, bundan keyin vena, bundan keyin kapillyar hisoblanadi. Eng mayda qon tomir kapillyar hisoblanadi. Kapillyar qon tomir bitta sochimizni tolasidan 50 marta ingichka. Shu darajada mayda qon tomir hisoblanadi. Va qonni oqish tezligi ham kapillyarlarda juda pastroq bo'ladi, 0,1 sekund bo'ladi. Vena faqat yuraknikimi? Yo'q. Vena faqat yurakka keluvchi qon tomir bo'ladi. Hamma vena tomirlaridagi qonni faqat bir tomonga harakatini ta'minlaydi. Vena qon tomiridagi qon hammasi o'pkaga borib turib, o'pkada karbonhidratni berib o'pkaga, o'rniga kislorodni olib, hammasi qaytib kelib yurakka qaytib keladi. Endi yurakdan chiqayotgan hamma qon tomir arteriya tomir hisoblanadi. Arteriyada, aortada yurakdan chiquvchi qon tomir hisoblanadi. Xo'p, aorta, arteriya va kapillyar qon tomirlarida hammasida kislorodli qon bo'ladi. Kislorodli qon arterial qon deyiladi. Venada karbonhidratli qon bo'ladi. Ya'ni venoz qon bo'ladi. Venoz. Endi yuragimiz Suyumuz uchilarni yuragi gaplashdagi 4 kamerali bo'ladi. Mana 4 ta kamera
tepadagi kameralar bo'lmacha hisoblanadi, pastdagi kameralar qorincha hisoblanadi. Endi bo'lmachada ikkita bizda. Bittasi chap bo'lma, bittasi o'ng bo'lma. Endi qorinchalar ham ikkita. Chap qorincha, o'ng qorincha. Bo'lmachadagi qorincha bular hatto qon. Mana qon tomiridan kelib turib bo'lmachaga qo'yiladi. Bo'lmachadan qorinchadan endi tomirga chiqib ketadi. Hech qachon qorinchadan bo'lmachaga qaytib ketib qolmaydi. Qaytib ketib qolsa bu kasallik hisoblanadi. Har doim bo'lmachadan qorinchadan tomirga ketadi. Bizda ikkita qon aylanish doirasi bor. To'g'rimi? Katta va kichik qon aylanish doirasi bor. Katta qon aylanish doirasi nima? Mana chap qorinchadan chiqdi, aorta tomir, kislorodli qon degan. Mana butun tanaga borib, kislorodni berib, o'rniga karbon dioksidni olib, vena qoniga aylanib kelib turib, o'ng bo'lmachaga quyiladi. Mana chap qorinchadan chiqib, o'ng bo'lmachaga quyiladi. Qarama-qarshi tomonga beradi. Mana hamma joyimizga borgani uchun katta qon aylanish doirasi deyiladi. Endi kichigi o'ng bo'lmachaga quyiladi. Endi o'ng qorinchaga quyiladi. O'ng qorinchadan qon tomiri chiqadi. O'pkaga boradi. O'pkaga karbon dioksidni beradi. O'rniga kislorodni oladi. Kelib turib, chap bo'lmachaga quyiladi. Bu yerda qarama-qarshi tomon. Endi chap bo'lmachaga chap qorinchaga quyiladi. Chap qorinchadan yana bir katabana so'rasi boshlanib ketadi. Bu faqat o'pkaga borgani uchun kichik. Bu butun tanaga borgani uchun katta qon aylanish deyiladi. Tushunarli? Shu qon aylanish sistemasi hisoblanadi. Endi keyingisi ovqat hazm qilish sistemasi. Ovqat hazm qilish sistemasini nimalardan iborat? Ovqat hazm qilish sistemasi mana og'zimizdan boshlanadi, to'g'rimi? Og'iz, halqum, zilongach, oshqozon va ichaklarimizdan iborat. Ichaklarimiz bizda 12 barobar ichak, yo'g'on ichak, ingichka ichaklardan iborat. Mana shu bizning ovqat hazm qilish sistemamiz hisoblanadi. Og'izda ovqat maydalanadi, tishlar yordamida, so'lak yordamida, til yordamida bular organizmga o'tamiz hammasini. Undan keyin halqumdan zilongach oshqozonimizga tushadi. Oshqozonimizda hazm bo'lib turib, ichaklarimizda, ya'ni ingichka ichak, 12 barobar ichaklarda so'riladi. So'rilib turib, oxiri yo'g'on ichakka qoladi, hazm bo'lmagan. Va yo'g'on ichakda suv mineral tuzda so'rilib turib, shu bilan qolgan ovqat qoldig'i tashqariga chiqarib yuboriladi. Shu ovqat hazm qilish sistemasi hisoblanadi. Endi keyingisi nerv sistemamiz. Nerv sistemamiz xo'p, ikki qismga bo'linadi. Markaziy va periferik nerv sistemasiga. Markaziy nerv sistemasi bosh va orqa miya kiradi. Periferik nerv sistemasiga shu bosh miya, orqa miyadan chiqadigan nervlar kiradi. Shundan chiqadigan nervlar bu periferik nerv sistemasi, bosh va orqa miyaning o'zi bu markaziy nerv sistemasi hisoblanadi. Xo'p, ularni mana deb o'tamiz, hammasi 8-nisi. Xo'p, keyingisi nafas olish sistemasi nimadan iborat? Mana nafas olish sistemasi burundan boshlanadi, to'g'rimi? Burun, halqum, qildor, kekirdak, traxeya, bronxlar va o'pkalar oxiri alveolar o'pkalar bilan tugaydi. Shu nafas olish sistemamiz hisoblanadi. Kislorod qabul qilib, karbon dioksid chiqarishimiz bu nafas olish sistemamiz hisoblanadi. Xo'p, keyingisi limfa sistemasi. Limfa sistemasi nimalardan iborat? Limfa tugullari, tomirlari, limfa suyuqligi va qalbdan iborat. Bular asosan bizning immunitet sistemamiz ta'minlaydi. Limfa tugullarida joylashgan limfa tugullari o'sha bizdagi zararli moddalarni to'plash, o'sha ularni zararsizlantirish vazifalarini bajaradi limfa sistemasi. Endi qon aylanish sistemasi bilan limfa sistemasining nima farqi bor? Qon aylanish sistemasida ko'ryapsan, qon to'qim organlarga boryapti, hujayralarga. Limfa sistemasida to'qim organlarda hosil bo'lgan zararli moddalar endi limfa tugullariga boradi. Teskari tomonga harakat qiladi. Mana qon hujayraga boryapti, mayda hujayra. Limfada hujayradan boshlangan sistem. Shunisi bilan farq qiladi. Bundan tashqari limfositlar hosil bo'lgan xabar.
Keyingisi endokrin sistema. Endokrin sistema bu bezlardan iborat. Qanaqa bez? Ichki sekretsiya bezlari, tashqi sekretsiya bezlari va aralash bezlardan iborat. Bulardan asosan ichki sekretsiya bezlaridan chiqadigan suyuqlik gormonlar deyiladi. Gormonlar juda oz miqdorda chiqqani bilan juda katta vazifani bajaradi. Oddiy tiroksin gormoni deylik. Tiroksin gormonining tarkibida yo'l bo'ladi. O'sha yo'l yetishmay qolsa odamga buqom kasalligiga sabab bo'ladi. Somatotrop gormoni bor, gipofizdan chiqadigan. Agar o'sha somatotrop gormoni ishlab chiqarilmay qolsa, odam pakana bo'lib qoladi. Gipofiza pakana yoki nanizm deyiladi. Agar ko'p chiqarib olsa, bo'yi o'sib ketadi. Mana bo'yi uni gigant bo'lib ketadi. Agar bo'y o'sishdan to'xtaganda ko'p chiqsa, ya'ni 25 yoshdan keyin ko'p chiqsa, akromegaliya kasalligiga sabab bo'ladi. Bunda burunlar, iyak, qo'l panjalari, oyoq panjalari kattalashib ketadi. O'sha endokrin sistema ichki sekretsiya bezlari vazifasi. Bundan tashqari tashqi sekretsiya bezlari va tashqi sekretsiya bezlariga mana teri ajralyapti, yog', sut, so'lak bezlari va chiqqan suyuqlik tashqi sekretsiya. Endi aralashlar ma'lum qismi ichki vazifasini bajaradi, ma'lum qismi tashqi vazifasini bajaradi uchun aralashlar. Endi ichki sekretsiya degani faqat qonga tomgani uchun. Organizm ichki muhitiga qon va limfa suyuqligi kiradi. Va qon, limfa va to'qima suyuqligi organizm ichki muhit. Shularga tomsa, bu ichki sekretsiya bezlari deyiladi. Bundan chiqqan gormonlar. Agar o'sha gormonlar qonga tommasdan boshqa joyga, ichaklarga tomsa, deyiladi, tomirga tomay boshqa joyga tomay, ular tashqi sekretsiya deyiladi. Xo'p. Shu organlar sistemasi degan mavzu.